Allohga qasamki, musiqa tinglashlik inson tanasini o'ldiradigan zahar kabi qalbdagi iymonni o'ldiradigan zahardir. Qalb bu Alloh taoloni suyishlik va ixlosni makonidir. Kishi musiqa tinglashlik bilan qalbdagi Allohga bo'lgan muhabbatni o'zga bandalarga burib qo'yadi. Qur'on bilan musiqa notalariga bo'lgan muhabbat hech qachon inson qalbida jamlanmas. Ibn Qayyim rahimahulloh. Jannat sari media. Atrofga bir qarang. Juda ham ayanchli holatni ko'rasiz. Nay ovozdan ta'sirlanib ko'tarilib tushadigan boshlarni, qo'shiqdan ta'sirlanib raqsga tushadiganlarni guvohi bo'lasiz. Erkaklar ham og'ib ketyapti-ya. Ayollar qo'shiq eshitsa manomatlaymiz. Ayollar qolib, erkaklar ham yo'ldan og'ishni boshladi. Natijada ularga Qur'on oyatlari, bo'lib ham jannatdan bashorat beruvchi, do'zaxdan ogohlantiruvchi oyatlar o'qilsa, kamdan kam insonlar eslatma oladigan bo'lib qoldi. Ey birodarlar, harom kalimasi bizni nazdimizda nimani ifoda etadi? Nega biz haromdan tiyilmaymiz? Nahot u haqida o'ylab ham ko'rmaymiz? O'zi halolni halol qiluvchi, haromni harom qiluvchi kim? U Alloh emasmi? Qur'on va sunnatda qo'shiqni haromligi haqida kelgan dalillarni e'tiboringizga havola qilaman. Alloh taolo aytadi: Odamlar orasida behuda gaplarni pulga sotib oladigan kimsalar bor. Mazkur oyatda kelgan behuda gaplardan nima nazarda tutilgani haqida ashoblarning eng buyuk mufassirlaridan bo'lgan Ibn Mas'uddan so'ralganida, undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zotga qasamki, u qo'shiqdir dedi. Bu gapni Rasulullohga eng mukammal ravishda ergashgan va Qur'on olimlaridan biri bo'lgan Ibn Mas'ud aytmoqda. Abdulloh ibn Umar ham Allohga qasamki, u qo'shiqdir degan. Hasan Basri va boshqa olimlar ham ayni gapni aytishgan. Yana Alloh taolo Najm surasida shunday marhamat qiladi: Ey odamlar, hali sizlar Qur'ondan ajablanyapsizlarmi? Uni oyat va o'git nasihatlaridan yig'lash o'rniga qo'shiq aytib kulyapsizlarmi? Bas, yolg'iz Allohga sajda va ibodat qiling. Bu suradagi va antum samidun oyatini tafsirida Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadi: Yaman shivasida usmudi degani qo'shiq kuylab ber deganidir. Barchamizga ma'lum, Ibn Abbos bu ummatning olimi va Qur'on tarjimoni bo'ladi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali ummatimdan zino, ipak, aroq va musiqa asboblarini halol sanaydiganlar, qaytaraman, halol sanaydiganlar keladi deganlar. Halol sanaydiganlar degan so'zlar haqida bir fikr mushohada qiling. Demak, aslida harom bo'lib, keyin havoy nafsga ergashgan holda uni halol qilib oladilar degan. Alloh taolo aytadi: Ey Muhammad, hali siz o'z havoyi nafsini iloh qilib olgan kimsaga vakil, qo'riqchi bo'lasizmi? Yo'q. Sizning vazifangiz ularni bu qilmishlaridan saqlash emas. Balki faqat biz sizga yuborgan vahiyni bandalarga yetkazmoqlikdir. Yoki siz ularni haq so'zini eshitib quloq soladiganlar deb o'ylaysizmi? Undoq emas. Zero ular haqni anglamaslikda chorva hayvonlari kabi, balki undan ham battardirlar. Termiziy Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deydilar: Ikkita ovoz bor. Ikkalasi ham la'natlangan, buzuqlikka chorlaydi va men ulardan qaytaraman. Biri shodlik va xursandchilik vaqtida nay ovozi yoxud shayton tovushi, ikkinchisi esa musibat kelganda qichqiriq otib, yuzga urib va yoqalarni yirtishdir. Boshqa rivoyatlarda dunyoda ham oxiratda ham la'natlangan deb kelgan. Mana Alloh va Rasulining gapini ham eshitdingiz. Alloh va Rasulining kalomiga qanday javob berasiz? Ibn Qayyim rahimahulloh qo'shiq haqida shunday deydilar: Allohga qasamki, qancha iffatli ayollar qo'shiq sababidan fohisha bo'lib ketdi. Qancha ho'r erkaklar qo'shiq tufayli yosh go'daklarga qul bo'lib ketdi. Qancha rashkli insonlar qo'shiq sababidan xalq orasida yomon otliq bo'lib qoldi. Qancha boy badavlat insonlar qo'shiq sababidan mol kulchilikdan keyin qashshoq bo'lib qoldi. Qancha sog'lom insonlar qo'shiqqa mubtalo bo'lib turli xil balolarga chalindi. Bu haqida achinarli holatlarni bilmoqchi bo'lsang, musafiylardan so'ra, senga aytib beradilar. Allohul musta'an. Alloh hidoyatlasin. Hali bu Ibn Qayyim zamonasidagi gap. Endi u kishi bizning ekranlarimizni va undagi kanallarni va video klip va shunga o'xshagan narsalarni ko'rsa nima der ekan?
Agar nafsni har aytganini qilaverib, noma'qul ishlarni qilishga o'rganib qolgan bo'lsangiz, yutqazibsiz. Kechalarni keraksiz ishlarga sarflab o'tkazgan bo'lsangiz, yutqazibsiz. Bilingizki, siz qancha maishat qilsangiz qiling, lazzati o'tib ketadi, lekin gunohi yoziladi. Shayxul Islom bir yoshi keksa insonni atrofida yosh bolalar qo'shiq aytib raqsga tushgan holda ko'rib, "Ey shayx, agar jannat yo'li shu bo'lsa, do'zax yo'li qayerda ekan? Agar jannat yo'li shunaqa bo'ladigan bo'lsa, menga do'zax yo'lini ko'rsating-chi?" dedilar. Ey birodarlar, fursat borida tavba qilib qolaylik. Vaqt o'tib ketmasidan oldin tavba qilaylik. Allohning huzuriga borganda, "Ey men suskashlik qilib qo'ydim" deb qolmasingizdan oldin pand nasihat oling. Abu Hoshim as-Sufi aytadilar: Bir kuni Basraga borish uchun kemaga chiqdim. Kemada cho'risi bilan yo'lga chiqqan bir odam bor ekan. Men kemaga minmoqchi bo'lganimda, haligi odam menga qarab, "Joy yo'q" dedi. Cho'risi esa meni kemaga olishligini iltimos qildi va meni oldi. Kema qo'zg'algach, haligi odam nonushta hozirlanishligini talab qilib qoldi. Taom tayyor bo'lgach, cho'ra odamga qarab, "Ana u beshorani ham chaqirmaysizmi?" dedi. Men ham dasturxonga o'tirdim. Nonushtadan so'ng kishi cho'risiga may olib kelishligini buyurdi. O'zi ichib menga ham taklif qildi. Men esa "Alloh sizni rahim qilsin, men ichmayman" dedim. Keyin ichib mast bo'lgach, "Ey cho'ra, nayingni olib bizga qo'shiq aytib ber" dedi. Cho'ra nayini olib qo'shiq kuylab berdi. Keyin menga qarab, "Sen ham yaxshi kuylasan kerak-a?" dedi. Men "Ha, meniki bundan zo'r va yaxshi" dedim. U "Qani aytchi" dedi. Men boshladim. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Idash-shamsu kuwirat wa idan-nujumu kadarat wa idal-jibalu suyirat wa idal-'isharu 'uttilat wa idal-wuhushu hushirat wa idal-biharu sujjirat wa idan-nufusu zuwijat wa idal-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idas-suhufu nushirat. Vaqtiki quyosh o'ralib nursizlanib qolganida, vaqtiki yulduzlar ham o'z falaklaridan to'kilganida, vaqtiki tog'lar ham o'z joylaridan jildirilib sayr qildirilganida, vaqtiki qornidagi bolasi 10 oylik bo'lgan bug'oz tuyalar ham bo'sh qo'yib yuborilganida, vaqtiki vahshiy hayvonlar ham bir joyda to'planganida, vaqtiki dengizlar ham tandir kabi qizdirilib va suv olov bilan to'ldirilganida, vaqtiki jonlar qaytadan badanlariga juftlanganida, vaqtiki tiriklay ko'milgan har bir qizaloqdan qanday gunoh sababli o'ldirilgani so'ralganida, vaqtiki nomai amal sahifalari ochilganida degan oyatlarni o'qiganimda, haligi odam juda qattiq yig'lay boshladi. Keyin qo'lidagi aroqni tashladi, nayni ham sindirdida meni quchoqlab yig'lagan holda, "Ey birodar, nima deysiz? Alloh meni kechirarmikin?" dedi. Men albatta, zero Alloh ko'p tavba qilib, ko'p poklanuvchilarni yaxshi ko'radi dedim. U tavba qildi va sobit qadam bo'ldi. Holati ancha o'zgardi. Shundan keyin 40 yil to o'lgunicha birga bo'ldim. Kunlardan birida tushimga kirdi. Undan "Makoningiz qayerda bo'ldi?" deb so'radim. U "Jannatda" dedi. Men "Jannatga qanday kirdingiz?" dedim. U "Sendan Idash-shamsu kuwiratni eshitib tavba qilganim uchun" dedi. Oldingilarga qoyil qolaman. Qur'onni eshitgan zahotlari tavba qilib ma'siyatdan tiyilganlar. Bizchi ko'pchiligimizga oyat o'qilsa, tavba ham qilmaymiz, pand nasihat ham olmaymiz. Menga ishonchli do'stim bir voqeani aytib berdi. Yaqin o'tgan kunlarda bir avtohalokatga guvoh bo'ldim. Bir mashina bir necha marotaba dumalab, oxiri bir daraxtga urildi. Atrofidagi insonlar dumalagan mashinani yaqiniga yig'ildi. Men ham bordim. Mashinani ichida bir yigit oxirgi nafaslarini olib turar edi. Mashinani yaqiniga kelib, holatni ko'rganlar dahshatda turishar edi. Mashinani radiosidan baland ovozda aytilib turgan musiqa tovushi qo'rquv dahshatimizni yanada orttirar edi. Ba'zilar musiqani o'chirishga urindi, lekin o'chira olmadi. So'ngra men bir toshni olib radioni sindirdim. Musiqa ovozi o'chdi. Haligi yigitga o'lim yaqin qolganda, "La ilaha illalloh" degan, "La ilaha illalloh" degan deya boshladik. Yigit esa bosh tortar edi. Biz kalimai shahodatni bir necha marotaba qaytardik, lekin u bizga javob bermaslikda davom etar edi. Hatto ruhi chiqib, qalbi to'xtadi. Nafasi ham kesildi. Va shunday tang holatda, ya'ni ruhi jasaddan ajraladigan vaqtda radiodan chiqqan musiqa tovushining o'zginasi bolaning cho'ntagidagi telefondan aytilishni boshladi.
Mashina atrofidagi insonlar inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb yig'lab ketdilar. Yoshlarimizni qo'shiqlar aldab qo'ydi. Orzu-havaslar chalg'itib qo'ydi. Shayton ularni ustidan kulib ketdi. Yoshlarimiz la ilaha illalloh demasdan o'tib ketyapti. Yoshlarimiz qo'shiq musiqa eshitib hayotni yakunlashyapti. Rahmon shaytonga insonlardan kuching yetgan kimsani ovozing bilan, ya'ni musiqa bilan chalg'it. Ularni ustiga otliq va piyoda lashkarlaringni tort. Haromdan mol dunyo va bola chaqa orttirishlikda ularga sherik bo'l va yolg'on va'dalar ber. Dar haqiqat shayton ularga faqat aldov yolg'on narsalarni va'da qilur deganda naqadar rost so'zladi. Bir kishi Ibn Abbosning yoniga kelib, qo'shiq halolmi yoki harommi deb so'radi. Ibn Abbos: "Men faqat Alloh halol etgan narsani halol, harom qilgan narsani harom deyman. Lekin aytchi, agar qiyomat kunida haq bilan botil ajralsa, qo'shiq qayerda saf oladi?" dedilar. Kishi botil bilan bo'ladi dedi. Ibn Abbos: "O'zing fatvosini bilarsan-ku" dedilar. O'zi hidoyatdan o'zga barcha narsalar zalolat emasmi? Ey la ilaha illalloh ummati, Allohdan qo'rqing. Ey Qur'on ummati, Allohdan qo'rqing. Ey Hadid, Qitol, ya'ni Muhammad va Anfal surasi nozil bo'lgan ummat, Allohdan qo'rqing. Ey lahu maishat sohibi, Allohdan qo'rq. Qo'shiq g'azallardan va ko'p hazr qiladigan odamlardan yiroq bo'l. Faqat haq so'zni so'zlagin. Haqiqiy pahlavon dunyo kezgan odam emas. Haqiqiy pahlavon Allohdan qo'rqadigan inson ekanligini bilgin. Ey birodarlar, Alloh taolodan g'alaba kelishligini istaysizmi? Aziz farovon yashashligini xohlaysizmi? Bolalaringiz haqiqiy zabardast bo'lishligini orzu qilasizmi? Qizlaringiz pok, iffatli bo'lishligini istaysizmi? Unda osmon va yerni yaratgan zotga quloq tuting. Agar biz u musulmonlarni yer yuzida g'olib qilsak, ular namozni to'kiz ato etadilar. Zakotni haqdorlarga beradilar. Yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Barcha ishlarning oqibati Allohning iznidadir. Suhbatimga bir nasihat bilan yakun yasayman. Ey xonanda ayol va erkaklar, ey telekanal egalari, ey dinor dirham qullari, ummatimiz zaif va tarqoq bo'lishligiga siz sababchisiz. G'alaba va nusrat sizlar sababli kelmayapti. Allohga qasamki, birortasi zino qilsa yoki aroq ichsa yoki raqsga tushsa, yoxud biror bir yigit yoki qiz zalolat yo'liga kirib ketsa, barchasining gunohlaridan bir qismi sizlarga yoziladi. Siz o'z gunohlaringiz yetmaganidek, boshqalarning ham gunohlarini olayapsiz. Hisob kuni kelganda qanday javob berasiz? Biz boshliq va rahbarlarimizga ergashdik. Ular bizni yo'ldan ozdirdi deysizmi? Bu naqadar yomon uzr, naqadar yomon bahona. Sizni bu san'at shahidingizning boshiga tushgan narsa, o'lim sizga ham kelib, eshik yopilishidan oldin tavba qiling. Ibn Mas'ud shogirdlariga: sizlar hozir haq havoyi nafsni boshqaradigan zamonda yashayapsiz. Hali havoyi nafs haqni boshqaradigan zamonlar keladi. Ana shu vaqtlarga qolib ketishdan panoh tilayman degan ekanlar. Allohga qasamki, biz shu zamonda yashayapmiz. Faqat Alloh rahim qilgan odam bundan mustasno. Alloh taolo aytadi: kim Parvardigoriga yo'liqadigan kundan qo'rqib, nafsini havoyi xohishidan qaytaradigan bo'lsa, uning joyi jannatda bo'lur. Allohga qasamki, musiqa tinglashlik inson tanasini o'ldiradigan zahar kabi qalbdagi iymonni o'ldiradigan zahardir. Qalb bu Alloh taoloni suyishlik va ixlosni makonidir. Kishi musiqa tinglashlik bilan qalbdagi Allohga bo'lgan muhabbatni o'zga bandalarga burib qo'yadi. Qur'on bilan musiqa notalariga bo'lgan muhabbat hech qachon inson qalbida jamlanmas. Ibn Qoyyim rahimahulloh. Jannat sari media. Atrofga bir qarang. Juda ham ayanchli holatni ko'rasiz. Nay ovozdan ta'sirlanib ko'tarilib tushadigan boshlarni, qo'shiqdan ta'sirlanib raqsga tushadiganlarni guvohi bo'lasiz. Erkaklar ham og'ib ketyapti-ya.
ayollar qo'shiq eshitsa malomatlaymiz. Ayollar qolib, erkaklar ham yo'ldan og'ishni boshladi. Natijada ularga Qur'on oyatlari, bo'lib ham jannatdan bashorat beruvchi, do'zaxdan ogohlantiruvchi oyatlar o'qilsa, kamdan kam insonlar eslatma oladigan bo'lib qoldi. Ey birodarlar, harom kalimasi bizni nazdimizda nimani ifoda etadi? Nega biz haromdan tiyilmaymiz? Nahot u haqida o'ylab ham ko'rmaymiz? O'zi halolni halol qiluvchi, haromni harom qiluvchi kim? U Alloh emasmi? Qur'on va sunnatda qo'shiqni haromligi haqida kelgan dalillarni e'tiboringizga havola